Assalomu alaykum azizlarim. Mana bugun ham biz ishga tayyormiz. Ishga har kun bayramdek bo'lish kerak deydimi? Shunaqa. Xudo xohlasa bugun opozdat qilmayman degan umiddaman. Chunki nimaga deganda hali 9 ish o'nga boshlanadi. Hali soatimiz 9 Moskva vaqti bilan. Xudo xohlasa nasib qilsa hamma narsani qilibmiz-ku. Bog'cha sepish esimizdan chiqibdi-da. Nima joyga sepish kerak nima dedilaring? Bugun obrazimiz qanaqa? Yoqdimi, yoqmadimi sizlarga? Cho'ta pomada qizil bo'lib ketdi-da. Bir gap aytaymi sizlarga? Короче, bir gap aytsam, kim aytadi kampirga rozvoy unaqa kiyadi deb nima edi? Jemfircha. Yarashibdimi yo'qmi? Lekin hech ham yoshimga mos emas-da. Nima qilay, kiygim kelsa kiygim keladi-da, shunaqa svetdagi unaqalardan nima edi? Deb qo'ysam. Kiyim keladi-da, ana shunaqa svet. Qaranglar-chi. Chiroylimi, xunukmi? Qurturtga kirgan kampirga yarashadimi shunaqa svetlar? Nima qilay, shunaqani yaxshi ko'raman-da. Shunaqa azizlarim. Bo'ldi. Soat 9 bo'ldi. O'z mashinani qizitamiz va ketamiz. Oshxonani ko'raylik. Hamma narsani o'chirdikmi, gaz svetlardi. Mana azizlarim, ishxonaga yetib keldik. Bugun kechikmadik. Hali 2 minut bor. Ko'rsataymi sizlarga qayga ishlayotganimni. Ko'rsataman. Mana men shaqqa Moskva sentrdan menimcha, Kremldan menimcha 40 yoki 50 kilometr uzoqlikda yashaymiz. Biz tarafga posyologimiz zo'r posyolik. Короче, bo'yla turgach. Juda ham zo'r, o'zimga yoqadi. Xo'jayinimga zastavit qilib urushib davay uyimiz bo'lsin, kvartira siymat qilmaylik deb majburlab qoldirganman. Barchaga xayrli kun. Mana izlarim, ishimiz tugadi. Bugun havo juda ham yaxshi emas. Qanday desam bo'ladi, qarang. Mashinani necha minut qizitadi? Bilganlar yozaversin. Men 10-15 minut qizitaman-da. Mana ko'ryapsizlarmi? Yomg'ir yog'ayotibdi Moskvada. Bugun nechisi? 25mi, 26mi? Shunaqa izlarim. Bugun klient uncha bo'lmadi, lekin Allohga shukr. Boriga shukr. Bizlar sohamiz ana shunaqada. Bir kun ko'pala klient olasiz, bir kun kam, har xil insonlar bilan gaplashasiz. Ayniqsa menga o'xshaganlar ikkita SMS, ikkita komment, bitta telefon yoki bir gaplashishda o'sha insonning ichiga qanaqa gapi bor, nima niyati, hammasini bilib olaman-da. Soat necha? 12:15 oqshom 27-mi? Mana meni qizim Laylatul Qadr kechasiga ikkalamizgina nima taylayapsan qizim? To'g'ri qilibsanmi? Nima deyapsan qizim? Sen ertalab maktabga turishing kerak-da. Tezroq uxlasang yaxshi bo'ladi qizim. Silcham bo'pti, salim bo'ldi, uxladik. Ketaman deb ketvordi ya, bor vujudim yo'qordi ya. O'zi ketsa ketsin mayliga, yurakni tamom etdi ya.
Yozlar ketsin muhabbatning bozoriga, chidolmadim bevafoning azoriga. Unga bo'lgan muhabbatim bilmadi ya, beg'aribni nazariga o'lmadi ya. Unga bo'lgan muhabbatim bilmadi ya, men g'aribni nazariga ilmadi ya. Ketaman deb ketvordi ya. Assalomu alaykum azizlarim. Mana biz bugun yana padelam ketyapmiz, ishga bormadik chunki juda ham qilikon ishlar ko'p Moskvaga. Bilasizlar, hammasini o'zim rashad qilishim kerak. Ko'rsataymi sizlarga Moskvani? Mana. Hozir Gayiga ketyapmiz, xudo xolisa rossiyskiy prava. Mana bu siganlar uyi, rossiyskiy prava qilishimiz kerak. Mana bu avval 2008 yo'q, 2010-yil ana shuga ish boshlaganman. Bu domla emas, bu domlardi tagiga. Mana buni egalari ham borasida strichka-strichkalarga siganlar. Azizlarim, kayfiyatlar qanaqa? Zo'rmi? Moskva, mana bunaqa pogoda. Kecha rosa yomg'ir edi, bugun yomg'ir emas, lekin Короче, 15 yildan beri strichka qilaman-ku Moskvada. Salonim bor edi 11 yil. Boshiga 3 yilmi? Birovlar qo'liga ishladim, keyin o'zim ochib 11 yil o'zimni salonimni 10 ta ishchi ishlatdim. Keyin yopib O'zbekistonga ketdim. Lekin pushaymon qilaman, shu bekor yopgan ekanman. Yo'q, xo'jayinim o'lmaslaridan oldin ham ochib bergan edilar. Prosta hozir xarajat ko'pda, shuning uchun nima deydi, yopdim, o'zim yopdim. 8 kun ishladim, yopdim. Hamma qimmat оборудованиялар uyga bor. Kechoragina ochib bergan edi. Hozir birovlarning qo'liga 9 dan 5 gacha ishlayman, lekin baribir ham yaxshi, yomon emas. Hozir mana prava qilishga ham o'sha eski qadrdon klientlarim yordam qilyapti. Juda ham katta yordam qilyapti. Birovlarga yaxshilik qilsalaring albatta qayt ekan. Ketyapmiz azizlarim. 9 ga uchrashishimiz kerak, lekin probkani qaranglar-da. Ay xudojoyim, peshxod ustiga chiqib qoldim. 5000 shtraf, 5000 rubl. Ana shunaqa azizlarim. Juda ham klientlarim ko'p yordam qiladi menga. Bir xilla erkaklar yordam qiladimi yoki ularmi bularmi deb lichkaga SMS yozasizlar. Yo'q, menga erkaklar yordam qilmaydi. Menga tanish bilish, masalan, kecha Bekzod aka yordam qildilar. Uni xotini baqa boringlar, aqa boringlar deb internetdan ko'rib turdi. Doktor chopdik-da kecha spravkaga. Xotini tinmay telefon qilib aytib turdi. Biz Bekzod aka mashinada olib chopdi masalan. Mana hozir ham uchrashamiz, nasib bo'lsa inshaalloh. Nima hal qilamiz unaqani prava. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, barchaga hayit muborak. Kimki nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, albatta Alloh yetkazsin. Har bir inson baxtli bo'lishga haqli, baxtli bo'lsin va nima deydi? Bizlarni yoshimizda bolalarning baxtini ko'rsin deydi-ku. Shu azizlarim, barcha baxtli bo'lsin va bolalar ham baxtli bo'lsin. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Hamma yaxshi niyatlarni amalga oshirsin. Shunaqa azizlarim, biz ishga kechikib ketyapmiz. O'zi soat 10 ga ish bo'lishi kerak. Mana bugun uborka qildim-da, ertalabdan turib uborka qildim. Короче, qarasam, jitellarim uborka qilyapti ekan meni. Ikkinchi uyimizga kvartirantlar qo'yganman-ku, o'zimizda o'zbek tojik bachalar. Hammasi bir-biridan yaxshi. Allohga shukr, hammasi. Qarasam, hammasi uborka qilayotgan ekan. O'zim ham havasim kelib ketdi. O'zi ulardi. Kecha urishuvdim-da, men aytdim. Sizlar meni yaxshi deb o'ylaysizlar-da, yaxshi gapirganimga. Urushaman, baqiraman desam, ana guruh qilib qo'yganman-da. 5 alasi bilan o'zim 6 kishini guruh qilib qo'yganman.
Rasmlar tashlabdi shunday uborga qilganlarini. Keyin ko'rib o'zimni ham mana uborga qilib ketdi. Ertalab turib uborga qildim mana. Xudo xolasa ishga kechikibman, ketyapmiz. Moskvaning yo'llari o'z ko'rsataman sizlarga. Mana shu yerga faqat gai turadi. Moskvaga ham quyosh bo'lyapti. Peshxoddan o'tadimi, o'tmaydimi? Mana bizlarni bachalar. Шахло, стилист, ищи. Увидишь ее сразу, она первая выходит. Да, вот так вот у нас получилось. Ana, я работала в пайтda hozir. Ketasiz. Ha, ilojim yo'q tapa. Qizcham maydachada. Ya'ni ikkita klient kutib o'tiribdi-da, ko'cha ustiga. Вот так вот мы постригли. Тебе нравится? Очень. Точно ко мне будешь ходить? Буду ходить. Ага, ждать буду. Каждые 2 недели. Не месяц. Вот так. Смотрите, какой красивый мальчик. Азербайджанин. Как я обожаю их. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Barchaga xayrli kun. Mana biz yana har kungidek ishga ketyapmiz. Xudo xohlasa, nasib qilsa Moskvaga. Superman degan barber shop. Bugungi makiyajim qanaqa bo'pti? Bitta kommentchalarni yozib qo'ysalaring. Moskvadan barchaga assalomu alaykum. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Mana azizlarim ishga keldik, lekin bugun dushanbaligi uchun klient kamroq, kecha juda ham ko'p edi. Короче, mashinamni unaqa qizilchasi yonib qoldi-da. Xo'jayinim xudo rahmatli aytgan edilarki, agar mashinani unaqasi bor-ku, qizilcha sariq yonsa, чтобы это srochno ustoga aytish kerak degan edi. O'zimni tojik ukalarim bor bu yerda Moskvada. Shahobjon, Vahobjon aka ukalar. Meni xo'jayinim 10 yildan beri o'sha yoqqa kiradi. Endi kechga olib boraman-da. Переживаю за все. Очень много проблем. И еще все надо я сама решать. Turецкий muzika zo'ra, rosa yoqadi. Sizlar ko'rsataymi? Qanaqa joylashgan bilmayman. Bu makiyajimiz qanaqa chiqibdi? Qachon qaraymanmi? Bilmaysizlarmi? Здравствуйте. Сейчас покажу. Shunaqa izlarim. Bu Moskvaning China degan joyiga joylashgan. Hozircha klientlar. Bo'lsa eng bo'ladi. Mana azizlarim, kecha ikkita soqol kantovka qilgan edik. Mana bugun ukamiz. Qaranglar. Qanaqa qildim? Formasi chiroyli qilibmi? O'zingizga yoqdimi? Super. Super. Только вчера я начинала бороду стричь. Супер, говорят клиенты. Вот форма. Красиво. И мы постригли. Вот так вот. Soqolni olishni bilmasam ham shipillardi. Juda soqollarlik mana. Juda ham qiyin. Bu tikka soch va juda ham qiyin. Keyin ishonsalaring, давай бороду тоже будем стричь, dedi. Xuddi как будто я профессиональный yildan beri tipa soqol olib yurgan masterga o'xshab. Men aytdim, хорошо dedim. Nima dedi, uverim dedi. Хорошо dedim. Keyin o'lyapman. Apa anchina qarab turibdilar-da. O'lyapman. So'z chiqdi-da, ha. Yo'q, ko'rgan edim. Abdulloh Sardorlardan 1-2 marta. Keyin zo'r chiqdi, keyin men qaradim, men aqlli, ham bo'di bola ekan-da, bir 30larga kirgan, kurtoy bola ekan. Keyin qibildim, "Как вам?" dedim.
Хорошо, получились или нет dedim. Shunaqa qilgan qizim. Shunday qaradi-yu, вообще super dedi. Keyin men ham asta quloqiga keldim. Это первый раз я бороду стригу desam, deb ana shunaqa ko'zi ana shuncha qarab. Bundan keyin yana bittasi keldi. No, endi bitta olganingizdan keyin ha bo'ldi. Tipa qilol ekanman deysiz-ku. Keyin uni qildik. Bugun yana bitta qirg'iz bola keldi. Lekin to'g'risini aytsam, qirg'iz bolani soqoli juda ham qiyinroq edi kechagilarga nisbatan. Xudo soqol olish ham peshoramga bor ekan. Yozilgan ekan. Ha, bitta SMS-chani yozsalaring, so'chim kraska qilishim kerak. Qayerdan kuzatyapsizlar? Lichkaga ham juda ham ko'p SMSlar kelgan. Ko'plarga javob bera olmasam uzr. Mendan xafa bo'lmanglar, chunki ishim ko'p, delalar ko'p, aqa-baqa yugurlar. Ko'pda ish, problema ko'p короче. Shu makiyajim o'zimga yoqadi-da cho'ta. Короче, kecha rosa zo'r naqa bo'ldi-da, voqea bo'ldi. Короче, biz barbershopga ishlaymiz, tipa Superman degan это salon. Bu yerda faqat boboy bir nimalar deyapti. Keyin короче berdim, tipa barbershopku. Aytdiki, Feruzoyda aytdilarki, davay Shahrojon soqolni ham olishni boshlang dedi. Men to'g'risini aytsam olmayman-da, soqol olmayman. Постоянно отказ qilaman, boshqa narsa bo'ladi. Keyin bu yerga Dagestonlik bolaga именно soqollarni kontovka qilish anavilar kerak ekanda. Men bilmayman-ku, ko'rganman men.